Markaziy Osiyodagi qaysi davlat tilida dunyo bo'yicha eng ko'p gaplashishadi? 5-o'rinda qirg'iz tili. Bu davlatning 8 milliondan ko'p aholisi bo'lsa-da, to'liq bu tilda gaplashishmaydi. Jami 6 million odam bu tilda gaplashadi. 4-o'rinda esa turkman tili. Davlatning 8 millionga yaqin aholisi bo'lsa ham to'liq turkman tilida gaplashishmaydi. U yoq bu yog'i 7 milliondan ko'p odam gaplashadi. Keyingisi tojik tili. Tojikiston aholisi 10 milliondan ko'p. Bu tilda gaplashadiganlar soni 15 millionga yaqin. Sababi faqat Tojikistonda yashaydiganlar emas, balki Afg'onistonda yashaydigan odamlar ham bu tilda gaplashishadi. 2-o'rinda qozoq tili. Qozog'iston aholisi 20 milliondan ko'p bo'lsa-da, asosiy til qozoq tili emas. Qozoq tilida jami 22 millionga yaqin odam gaplashishadi. Sababi qo'shni davlatlarda ham bu tilda gaplashadiganlar mavjud. Jadvalimizning shohsupasida esa bizning ona tilimiz o'zbek tili. O'zbekiston aholisi 38 milliondan ko'p bo'lsa-da, qo'shni davlatlarimizda ham, ayniqsa Afg'oniston davlatida 15 millionga yaqin odam bu tilda gaplashadi. Butun dunyodagini jamlasak, eng kamida 50 million odam o'zbek tilida so'zlashadi ekan. Menimcha bu katta natija. Bu videoni do'stingizga ham ulashib qo'ying, chunki u ham bilmasligi aniq.